Assalamu alaykum. Ekran oldidagi ixlosmand ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Men riyosatchi Xumaray Baxtiyor. İnsan qalbining lirik ahanglarini jahon ahliga namoyon qilib kelayotgan mo'ngluq sozlarimizdan bo'lgan Duttar darslik programmasi davom qilmoqda. Qanamsiz diqqatinglar 3-son darslik programmamizda bo'lsin. Assalamu alaikum, hürmetli görülmenler. Uyghur Avrupa Ansambli Muhtar Medya Duttar Dershanısıga hoş geldinler. Bugün sizlerge qo'shimcha qilib so'zlaydigan bir mazmun. Duttarning ovoz doirasi degan mazmun ichidagi duttarni sozlash, ya'ni tuzish haqida bo'ladi. Duttarni sozlash va tuzish degan vaqtimizda cho'ng sozlash, kichik sozlash, ya'ni cho'ng tuzash, kichik tuzash deb ikkiga bo'ldik buni. Qo'limdagi bu kitobda, ya'ni Tursunjon To'xtamuhammad tadqiqotchimizning tuzgan Duttar o'rganish qo'llanmasi degan kitobda xuddi sizlar mush rasmni ko'rib turganiga o'xshash Duttarni cho'ng sozlagan vaqtida birinchi tarisi, ya'ni zil tarisi ray ovozga, bom tarisi, ya'ni ikkinchi tarisi so ovozga tuziladi. Kichik soz, ya'ni kichik tuzakda birinchi tarisi ray ovozga o'xshash o'zgarmaydi, ikkili tuzakda. Ikkinchi tarisi la ovozga, ya'ni a ovozga tuziladi deb yozilgan ekan. Menmu muallifninki kitobda yozgan shu tuzgani bo'yicha sizlarga shunday tushundirdim. Endi hozir sizlarga deb qo'ymoqchi bo'lgan mazmun nima degan vaqtida, odatda biz vatanda duttar o'rgangan vaqtda, soz o'rgangan vaqtida ustozlarimiz o'tirash qo'pashlarda, to'y-to'ykunlarda soz chalgan vaqtida cho'ng tuzash degan vaqtida odatda biz birinchi tarisini ray ovozga, ikkinchi tarisini, ya'ni bom tarisini la ovozga tuzganni cho'ng tuzak deb ataydik. Lekin kitobda bu ikkisining o'rni almashibdi. Biz kitobdagi muallifninki tuzgani bo'yicha bizning qo'limizda boshqa material bo'lmaganligi uchun mush kitobda qanday yozilgan bo'lsa, bundan keyingi darslarimizda biz shu bo'yicha o'rganamiz. Shunga barliq o'rganuvchilar bu mazmunni almashtirib qo'ymasanglar. Mayli qanday qilishdi qat'iy nazar, Duttan tuzgan vaqtimizda atish anglari va ba'zi muqam anglariga kelgan vaqtda Duttanni ray bilan la ovozga tuzimiz. Buni odat ig'iz tilida ma'lum. O'tirash qo'pashlarda biz buni cho'ng tuzash deb ataymiz. Lekin kitobda buni kichik tuzash, ya'ni kichik sozlash deb atabdi. Shunga mush to'g'risida bir tushuncha berib qo'yay deb bugungi shu darsni o'rlashtirdim. Menimcha buni yaxshi tushunib oldingiz deb o'ylayman. Endi texmo qadamni pishiq besimiz uchun dutturimizni normal tuzash, ya'ni ray bilan so ovozga tuzib bir o'rnak ko'rsatay. O'tgan deganimdek aqlli telefon hammamizning qo'lida bor. Bu telefonimizga tushgan appni ochamiz. Appni ochgandan keyin ray degan D harfini urimiz ursak shunday ovoz chiqadi, mana ko'rganinglardek. Shuni dutturimizni olamiz. Duttar mana hozir tuzuksiz qalaymikan. Rozi qolamiz. Endi shu ovozni anglab turib, shunday tuzdik. Ikkinchi tarisini normal tuzashda biz so ovozga tuzdik. So ovozga G. Mush ovoz so bo'ldi. Dutturimizning ikkinchi tarisini mana so'g'i tuzdik. Endi hozir dutturimiz
birinci zil tarisi rey avazga, ikinci bom tarisi so avazga tuzildi. Muş tuzuk bilen sizlarga Uyghur xalq naqşilaridan Sen yarını dep namlıq naqşidan azroq ariya çepirmen. Bu çeliş jarayonida biz duturumuzga qo'ygan qo'shimcha 5 paydining rolini andan keyin barmoq besish, 4 boshqa qolgan 4 barmoqlarimizning payda besish ahvoli, undan keyin duttani urish holatini ko'rsataman. Bundan keyingi darslarda buni tafsili to'xtalaman. Hozircha diqqatinglar mush muzikada bo'lsin. Duturimizning hozir birinchi tarisi re'ga, ikkinchi tarisi la ovozga tuzildi. Mushu tuzakda men sizlarga bompadi, ya'ni Aqilbek padisi degan muzikani chapirman. Qani marhamat.